Assalamu alaikum dostlar, qadrdonlar. Hozir 6 balali, ya'ni qarang zamonning shunday vaqtida bugungi kunda o'zingiz tushunasiz. 6 bala degan hazil narsa emas. Kechadan beri shu istoriyalarda aytib o'tirgan ko'p balali shang'aroqlar haqida ma'lumot berdim deb. Hozir shu bir shang'aroqqa borib kelamiz. 6 balali bor. Ya'ni qarang, men bu videoni ishni olib chiqib o'tiraman. Akasi, ya'ni uyning atasi nan javo degan. Talabi nan jabu, nan baycha. Olan birovning qo'linda anasi жұмыс істей алмайды деген сауалға байланысты. Өздері ижарада отырыпты. Lekin so'g'an qaramay hech qanday nalib o'tirgan yo'q. Bir qizi byudjet kiribdi, bir qizi kontrakt. Kontrakt qizam o'zi жұмыс isteb pul topuvning harakatini, o'zining kontraktini to'lovning harakatini qilib yurgan, qolganlari mектep jasida. Men bu shaharaga ko'chirishgan vaqtimda maratilib o'ylayman, hozir ko'p narsalarni aytsa kerak deb. Yo'q, basna o'tgan narsaning qiyin satlarning azim-azini aytib o'tdi da boshqa hech qanday nalib o'tirganda yo'q. Jardam ber deb so'rab o'tirgan yo'q. Hatta rost aytganda, arzu armoningiz ne deganda. Onda da kichkina ballalari uyimiz bo'lsa deb o'tiribdi da. Qanday bu imkoniyati bo'lsa ya birdan. Lekin so'g'an qaramay o'sha videoni olib chiqib o'tirman. Bugungi kunda qayta aytaman, shunday zaman, shunday vaqtda 6 balani meni terbiyetu ham ijarada yurib, ya'ni kasb жаңағындай bo'lsa bu qiyin. Qavandirlarga murojaat etib qolaman do'stlar. Birgalikda yana bir martaba o'sha yer azamatımizga da qiynalmasin, bir podдержка berib qo'yaq qani. Birdan jay olib bera olmasak ham, basat qila olmasak da, so qizning kontrakti bor yerda. Meni zakatni, o'rzayi, savobning mo'li sizga. Шығын, kontraktini to'lab bering. Boshqa da qarjlay, oziq-ovqat, kiyim-kechaklar zo'r. Bu azamatımizga da bir zo'r podдержка berib qo'ysak arziydi deb o'ylayman do'stlar. Sog' salomat bo'linglar. To'liq yerida ma'lumot, men ko'p narsani ayta olmay turman. To'liq yerida ko'p ma'lumot bilgisi kelgan odam bo'lsa, usul shang'aroqqa qiziqqan odam bo'lsa, men o'zim jega qiziqdim usul shang'aroq bilan. So'shin bordim u yerga. Yana kimdir qiziqib o'tirgan bo'lsa, yerdan qo'l so'zar edim, azmi yana